Qadrdonlar, siz mana shunaqa telefonimiz bor edi va shu yerda Instagramdan ko'rib kelganlarga deyishdi, bu do'stlarimiz, shulardan bitta telefon chiqqan. Qimmat olib, xonimlar. Yaxshimisiz, suyimsiz, charchamayapsizmi? Sizlar bizga asha dokument korobkalilardan podarkaga telefon zarur edi. Telefon olib qolib, ustiga hisoblasak bo'laveradimi? Bo'laveradi. Qanaqa telefon kerak ekan sizga? Menga asha 11 Redmi 15 lar ham bo'laveradi. Xo'p, 15imiz bor, Redmi 15C'imiz bor, 128 talik bor, 256 talik bor. Nech pullik kerak sizga? Qanaqasi kerak? 56 talik ham bo'laveradi, nech pul? Xo'p, narxini 1.600.000 qilib beramiz deyapsiz aka, rakam holatda. Telefonimiz ham bor-da, ko'rasizda, qimmat olib olamiz deganlaringga olib keldim. Atrofdan ko'ra ancha qimmat olib olamiz aka. Redmi Note 12. Xo'p. Yaxshi holatda, yomon emas telefoningiz. Yaxshi, ozmoz chang-pang bo'lib-yu orqalari. Bularning narxi nech pul? Xo'p, 1.600.000 qilib beramiz aka, o'zingiznikini 800.000 gacha olib olaman. Lekin atrofda 600.000 yo 700.000 olib olishadi. 800.000 olib olaman bizdan telefon olayotganingiz uchun. Sizga hozir shunda nech pul beraman? Xo'p, menga 800.000 bersangiz, 800.000 ga bo'lyapti, 1.600.000 ga bo'lyapti. Xudo xolasa, g'iloblari chiqadi, stikrosini tekinga qo'yib beramiz. Instagramdan obuna bo'lganmiz? Albatta. Stikrosini, g'ilobini qo'yib beramiz. Xolasa yangi g'ilobdan tanlayverasiz bitta. Bo'ldi. Mana biz bitta podarkaga telefon oldik, xudo xolasa. Yana bir 2-3 ta olsa obunachilarga podarka qilib yuboramiz. Aka, rahmat sizga. Bizda qolorda bu 800 ga baraka. Bo'ldi, mana shu. Aka, yaxshi kunlarga ishlating, sog' bo'ling. Sizga pul sanab beray. Bo'ldi aka, buningizni korobkadagi men ham yo'g'i bor-a? Bor, olib keldim. Bo'ldi aka, yaxshi kunlarga ishlating, sog' bo'ling, xizmat bo'lsa kelaverasiz aka. Sog' bo'ling.